Ali akam, sizdek yosh yigitlar bilan ko'p savdo qilmaydi. Qarg'anda siz uning bilan bekli yaqin tonish emasdek qilasiz. Unisi natoyin. Agar gapimga ishonmasangiz, siz avval uningga telefon qilib, mening kelganligimni ayting. U cho'qim keladi. Ma'qul, amsa men hozirla telefon qilay. Tursun o'rindan turib, yandagi uyga kirib ketdi. Qahar ichimlikni ishkash, bahuzur muzika tinglab o'ldirdi. Hayal qolmay, bayqi uydan Tursun chiqdi. Uning chiroyida so'z kulki parlab turadi. Qaraganda Ali degan bu qiyri tulka mening nimashqa kelganligimni bilgan bo'lsa kerak. Ali akam yarim soat kech keladi. Ang'ich men sizni jimjit ayrimxonaga boshlay. Nima lozim bo'lsa buyursangiz bo'ladi. Qahar beshini ling'ishtib o'rindan turdi. Tursun uni jimjit chiroyli bezalgan qimmar so'ringa boshlab kirdi. Mushu yerda saqlab turing. Ali apandi kelsila u mushu yerga kiradi. Amisi tezroq bo'lsin. Mening vaqtim qis. Tursun tushuniksiz bir ifodada osta beshini ling'ishtib qo'yib chiqib ketdi. Ali yarim soatga qolmay kelib Tursun bilan ko'rishdi. Ali aka, keldingizmi? Elqi mehmon qaysi uyda? Siz degandek uni jimjit qimor uyiga o'rlashtirib qo'ydi. Aras aka, u yigit bu yerga qimor o'ynag'ili kelganmi? Shundoq. Sen sal turib mening yonimga kir. Men kirib uning bilan ko'rishib boqay. Ali ishlarni biraqor topilab, Qahar turgan qimmar uyga qarab mangdi. Qahar Alining kelishini saqlab, taq bo'lay degan bu ichi siqilib o'ltirgan edi. Ali eshikdan kirishi bilan Qahar o'rindan turdi. Ali xo'jayin, keldingizmi? Yo'qsa, xo'jayin degan siz. Bizdek ushaq tijorat qiladiganlar nima sizlardek shirkat oshqonlar bilan tang tura olamizmi-ku? Dakli kantirkansiz. Shunchalik haddi hisobsiz boyligingiz turib, bundaq desangiz, men bakla o'ng'aysinib qolar ekanman. Qarang gapingizni. Qani o'tiring. Bugun sizni yana qaysi shamol bu yerga uchirib kelgandi? Alika, siz texi meni tushunmaydigansiz, ha? Men bir ishni niyat qilgan ekanman, oyig'ini chiqarmay qo'ymayman. Bugunchi tunugunki ishning oyig'ini chiqiray deb keldim. Yaxshi. Haqiqatan bo'ladigan yigitkansiz. Qani ayting. Siz qaysi usulda o'ynamoqchi? Yana cho'ng o'ynamsiz yoki kichikmi? O'ynagandan keyin albatta cho'ng o'ynaylik. Bir qo'ldalar masalani hal qilsak qandoq? Ma'qul. Biz xaridorlarning talabiga asosan ish tutamiz. Hoy Tursun. Bugun aziz mehmon keldi. Qahar apandini obdan kutib olishimiz kerak. Shunga buningdan keyin u klubimizga kelsa, har qanday mulozimatdan arzon bahoda bahransa bo'ldi. Ma'qul aka. Qaharovka, bugun qanday o'yinimiz bor? Bugun mo o'xshashlar sizga e'tibor qilib. Alika, baklim hartgansiz. Bugun sal cho'ng o'ynab qoladigan o'xshayman. Buningga e'tibor qila olamsiz? Chatoq yo'q. Men degan gapimda turadigan odam. Cho'ng o'ynasangiz texmi ko'p e'tiborga erishasiz. Aka, bu gap xeyli joyida. Lekin sizlardek bundaq klub ochadiganlarning heli mikronlar bakli ko'p. Menmi uncha ahmoq emas. Oy. Gapingizni toza tushunamadim. Bu Ali, sen bakli heli kel. Buni tushunmasligim mumkinmi? Xeyr, ablah. Maqsadingni o'bdan bilib. Aka. Bugun men degan bo'yicha o'ynaylik. Shundaq bo'lganda adil bo'ladi. Bo'ladi. Siz nima desangiz shu bo'lsin. Biz azaldan xaridorlarning talabi bo'yicha ish qilamiz. Hammasi yaxshi. Bugun bir qo'lda o'ynayman. Ya'ni cho'ng tikiman. Shishqal tashlaymiz. Eng yaxshisi shishqalni sirtdan akaldiraylik. Siz qanchalik tikmoqchi? Bu mening dajamning uyi xiti. Daja oz deganda 3 millionga yaraydi. Agar men uftirsam, bu uy xiti sizga tava bo'ladi. Agar men uftib olsam, siz menga 3 milliondan sirt oltin kartini qaytarib berasiz. Bo'ladi. Men qo'shildim. Bu qiyr tulka, ya'ni hili ishlatmasa, hili ishlataman desam, mendami seni boplaydigan amal. Bu isbot sening meni kontrol qilib olishingning oldini oladi. Qaharovka, amisi mundaq bo'lsin. Biz xoli joyda o'ynaylik. Siz menga o'y xiti menga tava bo'ladiganlik to'g'risida isbotga tezib berasiz.
ostiga imzoyingizni qo'yib, barmog'ingizni besib bersingizlar, hamma ishlar bitadi. Bo'ladi. Siz degandek bo'lsin. Haqiqatan esil jamiyatning pushtida. Sizga qoyil bo'ldim. Qani, birni chekib qo'ying. Tursun, sen chiqib yozma isbot tayyorla. 10 minut ichida tayyor qil. Ma'qul aka. Qarifka, siz birdam ixtiyoriy harakat qilg'ash turing. Men chiqib bolalarga aytib qo'yay. Ishlarni siz degandek o'rinlashtirasiz. To'xtam. Hojat yo'q. Siz degan shuncha cho'ng klubning boshlig'i. Yana oromgoyingizmi bor? Alika, meningcha buncha ko'p pulni topguncha oz jafo tortmagansiz, a? Albatta shundoq bo'ladi-da. Qandoq? Bir narsa ichamsiz. Ishmayman. Eng yaxshisi sayga kerak turay. U Aliga qarab ochiq kulib qo'ydi. Alimo ortiqcha gap qilmay, tamakisini kuldanga besib, yana joyida o'ltirib oldi. 10 minutdan keyin Tursun bir parcha qog'ozni ko'tarib kirdi. Aka, isbotni chiqarib bo'ldi. Alika, bunday qilishning hojati yo'q-da. Ajiba mendan gumon qilyapsiz? Yo'q. Hamma ishlar aniq bo'lib ketsin dedim. Sizni oramizdagi savdoning to'g'ri hal qilinishini umid qilasiz-ku. Ma'qul. Qahar isbot qog'oziga qo'l qo'yib, barmoqini bosdi va qog'ozni Alining oldiga ittirdi. Tursun, buni yaxshi saqla. Ali aka, biz siz aytgandek jimjit ayrimxonni o'rinlashtirib qo'ydik. Yana Qahar apandining havolasi bo'yicha sirtdan odatdagi ishxonaga kirdik. Ali aka, Qahar apandi, qani marhamat. Yuring, birga chiqay. Qahar uy xetini somkasiga silib, Alining orqasidan tashqariga chiqdi. Tursun ularni boshlab koridor simon yo'l bilan bir qizil eshik oldiga kelib to'xtadi. Qani marhamat, kechiring. Telefon yoki boshqa narsalaringiz bo'lsa qo'yib qo'ying. Biz saqlab beramiz. Nima? U narsalarni nemishga ilib olsizlar? Bo'lmaydi. Qarifka, bu qimor o'yinining qoidasi. To'g'ri tushunib, telefon yoki boshqa narsalaringiz bo'lsa qo'yib qo'ying. Bundaq bo'lganda bizga qo'shilisi bo'lmaydi-emasmi? Xappal. Bakli qoqbashgansan. Men nemishga bu tarafini o'ylamagandim. Qahar amalsiz telefonni Tursunga berdi. Tursun onun kiyimlerini hem somkasini aqtirib, Aliga qarab beshini ling'ishtib qo'ydi. Qani, Qahar apandi, kirsingiz bo'ladi. Qahar Tursunga sat olib ichiga kirdi. Bu bir yer osti uy bo'lib, ostida palampay bor edi. Qorong'ulikni yoritib turgan chiroq nuri Qaharni sal sur bostirdi. O asta Alining orqasidan pastga qarab maqdi. Qaraganda bu qeri o'zining oshkorinib qolmasligi uchun boshqalarni mushu yerda jo'ndaydi ekanda. Menimcha uning puxta tayyorligi bor. Biroq men Qahar kelginiga pushaymon qilgandek kayfiyat sal tuvallab ketdi. Ular pastga tushgandan keyin shiraga kelib o'rinlashdi. Pastda yana 4 odam bo'lib, hammasi so'rinni qizitish uchun guvohchi sifatida kelgan Alining qo'l chumoqchilari edi. Qahar apandi, bu siz buyurtgan shishqal. Qani, ko'rib sinab beqing. buni men sezilayaptim. Bugun meni yana nasib bosadigan bo'ldi. Ali degan qeri ablahni baklo sal chaqlab qopdimi? Bo'ldi, masala yo'q ekan. Boshlaylik. Amsa boshlayman. O'yin faqat bir qitimli o'ynaldi. Chidamaslik qilib gapida yenivilishga bo'lmaydi. Qarshilik qilib jidal chiqarishga texmi bo'lmaydi. Mo'shu shartlarga ko'nsanglar boshlayman. Sizlar tushgan nomerning cho'ng kichikligini aytsizlar. 3 qitimliq chayqashdan keyin shish xilni ochaman. Shu chaqda nomerga asosan yengilish ayriladi. Ma'qul. Amsa boshlaylik. Amsa boshildim. Endi nomerni aytsanglar bo'ladi. Men cho'ng nomerga tashlayman. Men cho'qim yig'aman. Cho'qim. Amisi meni kichikiga tashlay. Qaraganda ular bu o'yinda yeli ishlatgan bo'lsa kerak. Tursun shish xolni 3 qitim chayqagandan keyin shiraga paqqada qo'ydi. Bu ovoz bilan Qaharning yurak so'qishi tezlashib, shish xolga tikildi. Hammalarning ko'zlari shish xolda edi. Faqat Alining ko'zlari Qaharga masxirlik tikilib turardi. Amsa ochdim. Tursun shundoq degach shish xolni ochdi. Qahar o'diqqindan o'rindan turmoqchi bo'lib edi. Keyindagi ikki yigit uni mo'rsdan besib o'ltirg'izdi. Qaharifga oldirmang. Tursun hozirlar sizga ko'z tutdi.
Alining masxaralik kulkisi Qaharni bakli ümidsizlantirgan edi. Tursun tushgan shishxol ustidagi aynakni elivatdi. Kichik. Bu qandaq ish? Sizlar hiyla ishlatibsizlar. Nemishqa bundaq bo'ladi? Qaharga hayajonlanma. Qimor degan talayga bog'liq. Biz hiyla ishlatmadik. Aya o'ynashdan burun siz shishxolni tekshirgan emasmi? Mana buguningizda bugun omad man kelgan o'xshaydi. Ali, sen azaldan meni yiqitishni o'ylab kelding. Bu ketdimi shundaq? Sen cho'qim hiyla ishlatding. Men bu o'yindan rozi emas. Yana bir ketim o'ynaylik. Qahar shiraga bir mush silish bilan kaynida turgan ikki yigit uni shiraga bosdi. Oyun qoidasi sening deganingdek bo'ldi. Ali akam sening ra'yingga beqib hamma o'rlashtirishni sen degandek qildi. Endi chidamaslik qilib jonni to'yga o'xshamabsan. Bo'ldi. Qahar apandiga hurmatsizlik qilma. Bugun nimali degan bilan u menga yordam qilib, cho'ng bir savdo qilishdi. Bugun Qahar apandi klubda nima o'ynasa haqsiz. Uni obdan kuting. Bo'lmaydi. Uy xetini ipkasingiz bo'lmaydi. Men pul tepib qaytaray. Uy xetini men qaytarib beraman. Hammasi siz avval pulni akiling. Ondan men bu uy xetini sizga qaytarib beray. Ahmaq. Dur. Sen nima qilib qo'yding? Hay! Qahar apandi, ustiga chiqayli. Bugun siz nimani xohlasangiz shuni qilsangiz bo'ladi. Nima qilgan sen? Sen cho'qim shishxolga hunar ishlatding. Hay! Qahar Tursunga isilmoqchi bo'lib edi. 4 yigit Qaharni tutib olib yerda tizlandirdi. Ahmaq. Bizning bu yerda boshqalarni sendek kutmaymiz. Eng yaxshisi o'zingni bilib, odamlarim seni yarlandurmasda bu yerdan chiqib ket. 4 yigit Qaharni tartqushlab ustiga elib chiqdi. Qani apandi, marhamat. Qarab turish. U Pokaydan telefonni elib chiqib ketdi. Qahar uyni o'ttirib o'tib, alam ichida mashinasini haydab, ko'chalarda qalaymaqay aylanishga boshladi. Mashina surati tez bo'lg'achqa, qatnash soqchi mashinasi uning keynidan qo'g'lab yetishdi. Qaharning kayfiyati yaxshi bo'lmag'achqa, ular bo'y bermay xili uzun yo'lda ular bilan tirkashdi. U oxir mashinasini chet yerda to'xtatdi. Orqasidan qo'g'lab mangan soqchi uningga yetishib, ikki soqchi mashinadan tushib, uning mashinasining yeniga kelib, mashinasining aynigini chekdi. Qahar sat turguncha derizdan tushdi. Yaxshimsiz, pravoingizni chiqaring. Qatnash qoidasiga xilop mashina edingiz. Yana qatnash soqchilariga bo'ysunmay qonunsiz yo'l yurdingiz. Mashinadan tushib biz bilan mening. Mashinangiz 10 kun musodir qilindi. Siz men hab tutib turibsiz. Nima? Mashinamni musodir qilib, yana meni tutamsizlar? Men nima qildim? Nimishga meni tutibsizlar? Biroq gap qilmay mashinadan tushmamsiz. Osh uchun topshirib ular bilan menga. Maqol. Sizlarga bo'ysunman. Men ahmoq bo'lgandan keyin oshqish mashinada. Bo'ldi, uni ip ketinglar. Soqchi yindiki ikki soqchiga ishora qildi. Ikki qatnash soqchisi uni ilib mashinasiga silib ilib mangdi. Xotirligicha Qaharning mashinasini haydab, qatnash soqchi mashinasiga egishib mangdi. Ular qatnash soqchi atratiga yetib kelgandan keyin Qaharning narsa keraklarini musodir qilib, uni ayrim uyga solab qo'ydi. Javlan tushdan keyinlik hamkorlikdan keyin shirkatga qaytib, asosiy qatlamdagilar bilan hamkorlik masalalari to'g'riliq yig'in ochdi. Yig'inda asosli hamkorlik plani bo'yicha mol bilan ta'minlash xizmatini kuchaytirish to'g'riliq ta'kidladi. Yig'indan keyin Javlan ishxonasiga kirib, yig'in mazmuni bo'yicha jiddiy plan tuzishga kirishdi. Ishdan tushishga oz qolganda Javlanning telefoni sayridi. Kimdi bu? Voy, yaxshimsiz? Yaxshimsiz. Men qatnash soqchi atratidan telefon beryapman. Siz Qahar ismli yigitni tanimsiz? Ha, taniyman. U mening inam. Ha, bunda qishdi. Qahar qatnash qoidasiga xilop mashina dedi. Yana soqchilar bilan qarshilashib, mashinaning suratini oshirib etdi. U hozir soqchiqonimizda. Mashinasi 10 kun tutib turildi. Siz kelib bizga yozma isbot qoldirib, uni etkazsangiz bo'ladi. Ha, ma'qul. O'tkir Qahar. Yana ish chiqibdi-da. Javlan bir oz turib olgandan keyin qo'lidagi ishni qo'yib, chapinni kiyib, somkisini ilib shirkatdan ayrildi. U Qaharning hamini ish teriydiganligini bilatdi. Biroq bundaq tiz chatoq chiqarishni xiyolga keltirmagan edi.
Javlan tizli saqchixonaga yetib kelib, Qaharni surishtirib saqchilar bilan paranglashdi. Siz Qaharning aksimi? Shundoq. Uningga zodi nima ish bo'ldi? Qahar shahar ko'chalarida qalayimqan mashina haydab suratni oshiribdi. Yana bizning boshqarishimizga bo'ysunmay suratni texim oshirib haydadi. Bu qilmishlar uni tamoman tutib turishimizga arziydi. Biroq u haraq ishmabdi. Balkim biror ish ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Uni qandoq bartaraf qilmoqchisizlar? Bu tunji qitimliq bo'g'ashqa uningga ogohlantirish beramiz. Biroq mashinasi 10 kun tutib turildi. Siz 500 yuan jarimani to'lab, uningga tarbiya qilib akasingiz bo'ladi. Mashinaning tutib turilish vaqti to'shqanda sizlarga uqtirish qilamiz. Ha, rahmat sizga. Javlan o'rindan turib jarimani to'lagach, ilib ketish rasmiyatlarini bajardi. Ishlar tugaganda u Qahar so'langan uyga kirdi. Qahar tamg'i yo'languncha jimjit xiyolchan o'ltirgan edi. Sen nimaga kelding? Qahar, seni ip ketkili keldim. Biz bu yerdan chiqqandan keyin bir yerga berib tomoq yegash paranglashaylik. Bugungi ishni men surishtirmay, lekin buningdan keyin bundaq ish yuz bermaslikka va'da ber. Bu qatnash soqchilarining o'tirib qo'ygan sharti. Ondan biz kelsak bo'ladi. Meni nimishga ib ketsan? Bilamsan, mening uyga qaytqim yo'q. Yo'q. Mening uyimmi yo'q? Sen o'zing qaytib ketdin. Men mush yerda bir mazgil turay. Bu nima degina? Bulaqima bo'landa, nemish bo'lsa bu yerdan chiqqanda paranglashaylik. Javlan, men ma'qul. Lekin